Bugungi video Ram 1500 haqida 2025-yil. O'zi 3 ta komplektatsiyada chiqadi. Ya'ni birinchisi 3 litrli twin turbo, 2 ta turboli. Mana bu 3.6 Pentastar. Uchinchisi Hemi engine, ya'ni 507 atmosferning, hozir u yo'q. Chunki sotib olishni uspet qilmadim. Boshqa videoda qo'yishga harakat qilaman. Bu 1500 Bighorn komplektatsiyasi. Yozig'ini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bighorn deb yozilgan. Mana bu komplektatsiya, bu Sport GT varianti, ya'ni GT komplektatsiya. Ko'rsanglar bo'ladi. Kontrastli ranglar, oq, qora. Endi bu ikkita komplektatsiyani solishtirish sal xato bo'ladi. Endi boridan ko'rsatyapman. Bu Bighorn degan komplektatsiya. Keladigan bo'lsa, mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu V6 3.6 litrli 305 ta ot kuchi bor. Hozir ichini ko'rsataman sizlarga. Buni ichidagi narsadan ko'p gapirmayman, chunki biz ikki xil komplektatsiya haqida gaplashyapmiz. Shunga endi buni solishtirish sal xato bo'lsa kerak. Ichi почти bir xil bo'ladi. Tepada bunda panoramali yo'q, chunki bu javnoq katta komplektatsiya emas. Bu mana orqada o'tiradigan odamlarga joyi ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol mana. Eksklyuzivni hozir mexanikdan oldin kelib so'radim. Mana bu shu 3.6 Pentastar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 1 2 3. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. 1 2 3. V6 V obrazini ko'rayotgan bo'lsa, bu ham V ga o'xshaydi mana. V harfiga o'xshaydi. O'shaqa ko'rinadi. Endi keyin safar V6 V8 desam tushunasizlar. Bu komplektatsiya sport komplektatsiya. Diskalarni ko'rsanglar ham bo'ladi. Uni kontrastli qilingan. Buni motori keladigan bo'lsa, bu inline six, ya'ni ryadovoy ryadovoy motor. Ryadovoy 3 litrli twin turbo, двойной turbo desam to'g'ri bo'ladi. Bunda 420 ta ot kuchi bor. Ichini ko'rsataman. Endi bu, конечно, bu luxury segmentda bo'ladi. Sportdan tashqari bu GT bo'lgani uchun bo'li sportivniy qilingan, ya'ni lepistoklari bor. Mana rullarda ko'rsanglar bo'ladi. Skorost tushirishga, ko'tarishga 8 ta urovenli transmission. Imanta modlarni tanlasa bo'ladi. Endi bularga ko'p e'tibor bermaymiz, chunki biz hozir ikkita bir xil komplektatsiya solishtirmayapmiz. Lekin bu yerda mana podogrev сиденья, ventilyatsiya, обдув сиденья, rul isitiladigan. И bu yerda mana zaryadka bor, bespроводной. И, конечно, ko'pchilik mana yoqtiradi. Skorost ko'tarib tushirishga. Bu shu odamlarga. Bu yerda mana kofe solishga. Bu yerda yana ekran bor. Bu passajirskiy bemalol navigatsiya, muzika hammasini qo'yib ketsa bo'ladi. Конечно же, сиденьялар полностью кожаный bo'ladi, tepa panoramный. Chunki bu sport komplektatsiyasi. Но самое основное и albatta Harman Kardon Premierli. Основнойлari shu. Qolgan narsasi почти bir xil. Bu orqali passajirlarga mana ko'rsanglar bo'ladi. Joyi. Bu qimmatroq komplektatsiya bo'lganiga sidenya sal oldiga orqaga yuradi, чтобы komfortliroq bo'lishi uchun. Albatta mana GT komplektatsiya, sportli GT komplektatsiyasi. Orqa kamera. Buni knopkasi bor, bossanglar o'zi yopiladi. Bunda pastroq komplektatsiya bo'lganiga u narsalar bo'lmaydi. Xudo xolasa V8, ya'ni keladigan bo'lsa, ya'ni 507 motor kelsa, uchalasini qo'yib solishtirib beraman. Qisqa qiladigan bo'lsam, eng katta farqlari shu. Motor kelsa o'sha qaytaraman, 420 ta ot kuchi. Bunda 305 ta ot kuchi. Endi test drive qila olmasam kerak, chunki ham mashina haydab, ham test drive qilish menimcha sal qiyin bo'lsa kerak. Ko'pchilik tushunmaydi va obrazning dvigatel nima degan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, V ga o'xshaydi, ko'rdinglarmi? Yangi mana motor. Shuning uchun V8 deyiladi. Masalan, ko'rsanglar bo'ladi. Mana 1 2 3 4
Yo'q, xuddi shunday bo'ladi mana. 1, 2, 3, 4. Mana shu V образный 8 silindrli mana shu bo'ladi. RAM 1506 komplektatsiyada chiqadi. Big form bilan sport komplektatsiyasi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, yozsanglar, men sizlarga har bitta komplektatsiya haqida отдельный video olib ko'rsatib beraman. Charchamanglar.